dara deganda ikkala tomondan o'sha tog'dan iborat yo'lni menimcha dara deyishadi. Endi men tushunishimcha, agar dara deganda qanday joy tushunishi bo'lsa, agar bilganlar bo'lsa, kommentariyada kutamiz javoblaringni. Ana shu soyga ketish yo'li. Juda katta sel kelgan bu joylarda. Bu yerda asosan cho'ponlar istiqomat qiladi, ya'ni ko'proq echki, uloqcha shunaqalar parvarish qilishadi. Joylashgan shunga mos. Ya'ni shu narsa bu yerda rivojlangan. Yo'llar balandlikka chiqib ketish. Xudo xolasa, yetib boramiz manzilgohga.